Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Mana bugun sizlarga bo'g'oz qo'ylarning sezoni tugagan bo'lsa ham, bo'g'oz qo'ylar hammasi tug'ib bo'lgan bo'lsa ham, lekin bizda bo'g'oz qo'ylar hozirda mavjud. Kim uchun? Sizlar uchun. Qo'ylarimiz narxi kelgan bo'lsa, bitta obuna tugmasi orqasidan laykni qizartiring, narxlarni sindiramiz. Bu qo'yimiz bo'g'oz yilini yarim qilgan, bu ikkalasi ham yarim qilgan, chakadagisi yilini to'ldirgan. Gap so'z isboti bilan qochganda bo'g'oz kechki degan gap so'z yo'q. Bu qo'ylarimiz mana shu 1, 2, 3 tasi hali tug'magan, birinchisiga bunisi bir tuqqan. Narxi bir joyga olaman degan ko'kalarimiz bo'lsa 5.800.000 dan ketdi. Yakka olaman desa, ana bu ikki chakkadagisini 6 milliondan, o'rtaklarini 5.5 milliondan, kimga qiziq bo'lsa pastga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'rtadagi ona bolaning narxi 7.5 million. Birdan narxini aytib ketay. Bolasi qo'chqorcha 1 oylik, ikkinchi tug'ishga tuqqan. Mana onasi, bolasi. Ko'rinishlarni ko'rsatib o'taman.